Qayerdasan jonim? Jonimdan. Hamma eshityapti. Tush pastga jonim, sog'indim seni. To'xta, och. Jonim. Nima qilyapsan ertalabdan endi? Bugun men Sirojsiz go'zal bo'lasiz. Yana boshladik. Sizga qiz bolaga qanaqa mehr ko'rsatish kerakligini o'rgataman. Bo'pti nima? Shu, siz go'zal, men Siroj. Mayli, oxirgi marta. Yur aylantirib kelaman. Xatga boramiz. Любой joyingga olib boraman. Restoran desam, kafe desam, xohlagan ovqatingga olib beraman. Yur. O, intizor restoran bor, ishga bor. Nima yeysan o'zi? O'zim ham diyetadaman deyman-da, kirib olgandan keyin hamma narsalarni zakatga yeb tashladim. Oxirgi paytlar o'zimni o'zim tanib kemirib ketdim. Ko'p gapirma jonim, senga zo'r sovg'am bor. Sovg'a? Hozir dastlabki keldi, olib kelaman. To'xtab tur, hozir. Tadam! Nima bu? Bunchi erkakdan shampun. Mana. Aha. Bunisi balzam. Bunisi esa maska. Bularni hammasi yangicha dizayn. Sochlaringiz mayil, yaltirab turadi. Nima qilaman? Sen har doim go'zal bo'lib yurishing kerak. Sochlaring yaltirab turishi kerak. Menga podarka beryapsiz. Bo'ldi, endi o'zimizga qaytamiz. Qaytarib soling. Mana. Rahmat, sovg'a uchun Siroj aka. Hozir shunda men podarka qildimmi desangiz? Ha? Siz olib bermaganingizdan keyin o'zimga o'zim olaman-da. Ancha dastavka turibdi. Pulini to'lab qo'ying. Rahmat. Hozir shunda yeb qo'ydimmi?